Ota o'z qizini do'stining quchog'ida ko'rdi va dahshatdan qotib qoldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir shaharda juda boy bir odam yashardi. Odamlar uni boyligi va katta savdosi sababli hurmat qilishardi. Uning do'konlari ko'p, daromadi esa juda katta edi. Ammo bu boylik halol mehnat bilan emas, balki aldov, hiyla va boshqalarning haq-huquqini poymol qilish orqali topilgan edi. Bu odam o'zini hammadan ustun deb bilardi. Pul va mansab unga hamma narsadan muhimroq tuyulardi. Shu sababli u Allohning ne'matlarini unutib, dunyo ortidan quvib yashardi. Uning ikki oilasi bor edi. Birinchi oilasi kambag'al mahallada yashardi. Birinchi xotini sabrli va iymonli ayol edi. U yolg'iz qizni tarbiyalab, Allohga tavakkal qilib kun kechirardi. Qizi esa odobli, ilmli va hijobli qiz edi. Lekin otasi uni qadrlamasdi, chunki u qiz farzand edi. Bu odamning noto'g'ri fikricha faqat o'g'il bola oilaning davomchisi bo'lishi mumkin edi. U qiz ham Allohning buyuk ne'mati ekanini tushunmasdi. O'zi esa ikkinchi xotini va ikki o'g'li bilan shaharning markazidagi hashamatli uyda yashardi. Bu uyda aysh-ishrat ko'p, ammo Allohning zikri kam edi. U ikkinchi oilasiga hamma narsani muhayyo qilardi. Qimmatbaho kiyimlar, restoranlar, bazmlar va sayohatlar uning odatiy hayotiga aylangan edi. Do'stlari ham o'ziga o'xshash insonlar edi. Ular halol va harom haqida o'ylamas, faqat nafs istaklari ortidan yurishardi. Ba'zan bu odam birinchi oilasi yashaydigan uy yonidan o'tib qolardi, ammo ularning holidan xabar olish uchun hatto to'xtamasdi. Bir kuni qizi ko'zlarida yosh bilan onasidan so'radi: "Onajon, nega dadam bizni ko'rgani kelmaydi? Men qiz bo'lib tug'ilganim uchun aybdormanmi? Alloh qizlarni sevmaydimi?" Bu so'zlarni eshitgan ona ich-ichidan ezildi. Ammo qizning qalbini og'ritmaslik uchun mehr bilan dedi: "Yo'q qizim, Alloh qizlarni ham, o'g'illarni ham yaxshi ko'radi. Sening hech qanday aybing yo'q. Sabr qil. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir." Ona maktabda farrosh bo'lib ishlardi. Kun bo'yi mehnat qilib, qiziga halol rizq topishga harakat qilardi. Shu paytda esa otasi restoranlarda katta-katta pullarni sarflab yurardi. Bu odam tushunmasdi. Uning savdosida baraka yo'q edi. Chunki u aldov va harom yo'l bilan boyigan edi. Har tong uyg'onganida Allohga shukr qilish yoki oxiratni eslash o'rniga yana qanday qilib ko'proq pul topishni o'ylardi. Uning qalbi asta-sekin gunohlar bilan qorayib borardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: "Mol, dunyo va farzandlar dunyo hayotining ziynatidir." Ammo bu odam dunyo ziynatini oxiratdan ustun qo'ygan edi. U pul bilan hamma narsani sotib olish mumkin deb o'ylardi. Hatto vijdonni ham, baxtni ham. Lekin u bilmasdi. Bu boylik va g'urur aslida sarob edi. U asta-sekin halokat sari ketayotganini sezmayotgan edi. Bu odamning gunohlari faqat boylik orttirish va birinchi oilasiga beparvo bo'lish bilan cheklanib qolmagan edi. U nafsining ortidan ketib, tobora yomon yo'lga kirib borayotgan edi. Uning qalbidan hayo, nomus va Allohdan qo'rqish tuyg'usi deyarli yo'qolib bo'lgan edi. U jamiyatga xuddi ov maydonidek qarardi. Uning nazarida har qanday yosh va chiroyli qiz oson o'lja edi. Do'konlari halol savdo maskani bo'lishi kerak edi, ammo ba'zan u boyligini odamlarning ishonchini qozonish va ularni aldash uchun ishlatardi. Ish izlab kelgan yosh qizlarni doimo kulib qarshi olar. Ularga yaxshi maosh, yordam va yorqin kelajak haqida gapirardi. U kambag'al oilalarning ahvolini yaxshi bilardi va aynan shundan foydalanardi. Ba'zi qizlar uning gaplariga ishonib qolishardi. Avval ularning ishonchini qozonar, keyin esa his-tuyg'ulari bilan o'ynardi. Maqsadiga erishgach esa ularni unutib, yana boshqa odamlarni izlashga tushardi. Kunlarning birida shunday qizlardan biri katta muammoga duch keldi. Bu voqea odamning obro'siga zarar yetkazishi mumkin edi. Ammo u qilgan ishiga javob berish o'rniga faqat o'z manfaatini o'yladi. Qizning ko'z yoshlariga ham, dardiga ham e'tibor bermadi. Uning qalbi rahm shafqatdan uzoqlashib ketgan edi. Shu voqeadan keyin ham u o'zini to'xtatmadi. Aksincha, gunohni oddiy ishdek ko'ra boshladi. Har safar noto'g'ri ish qilganida o'ziga bahona topar. Pul bilan hamma muammoni hal qilish mumkin deb o'ylardi. Har oqshom u o'ziga o'xshagan do'stlari bilan qimmatbaho restoranlarda yig'lar edi. Ular boylik, nafs va dunyo lazzatlari haqida gaplashishardi. Boshqalarni qanday aldaganlari bilan maqtanishardi. Bu yig'inlarda Allohning zikri bo'lmasdi.
oxirat haqida eslashmasdi va insonning mas'uliyati haqida ham o'ylashmasdi. Pulining kuchi uni mag'rur qilib qo'ygan edi. U dunyo uning qo'lida deb o'ylardi. Ammo u bir narsani unutgan edi. Alloh hech narsani unutmaydi. Insonlardan yashirilgan amallar ham Allohning huzurida ochiqdir. Har bir so'z, har bir qadam va har bir amal yozib boriladi. Har bir ko'z yoshi va har bir ozor uchun hisob-kitob bor. Bu odam esa buni anglamasdi. U har safar birovning qalbini sindirganida aslida o'z oxiratiga zarar yetkazayotgan edi. Har safar birovning haqqiga xiyonat qilganida o'ziga qarshi dalillar yig'ayotgan edi. U baland uylar qurardi, ammo qalbi xarob bo'lib borardi. Boyligi ko'payardi, ammo barakasi kamayardi. U o'zini baxtli deb o'ylardi, lekin aslida nafsining asiriga aylangan edi. U suv deb o'ylagan narsasi aslida zahar ekanini hali tushunmagan edi. Taqdir esa sekin asta unga yaqinlashayotgan, qilgan amallarning natijasini tayyorlayotgan edi. U esa hali ham g'aflat ichida yashar. Kelajakda uni qanday sinovlar kutayotganini bilmas edi. Bu odamning qizi kambag'allik ichida, otasining mehridan uzoqda ulg'ayardi. Shunga qaramay u maktabda yaxshi o'qirdi va kelajakda yaxshi kasb egasi bo'lib, onasini og'ir hayotdan qutqarishni orzu qilardi. Ammo hayotda ma'naviy tayanchi bo'lmagan inson ba'zan juda zaif bo'lib qoladi. Qiz 17 yoshga to'lganida otasining mehriga eng ko'p muhtoj bo'lgan paytda ayyor bir yigitning aldoviga uchradi. U yigit shirin so'zlar va chiroyli va'dalar bilan qizning ishonchini qozondi. Qiz esa uyida faqat qiyinchilik va sovuqqonlikni ko'rib ulg'aygani uchun bu yolg'on muhabbatni najot deb o'yladi. Afsuski, qiz unga to'liq ishonib qolganidan keyin yigit uni og'ir ahvolda yolg'iz tashlab ketdi. U nafaqat qochib ketdi, balki qizni odamlar orasida ham uyatli holatda qoldirdi. Shu voqea qizning hayotidagi eng og'ir burilishlardan biriga aylandi. U uyda taskin topa olmadi. Otasidan esa hech qanday mehr va yordam ko'rmadi. O'zini butun dunyoda yolg'iz his qila boshladi. Shu paytda uning oldiga bir ayol kelib, go'yoki mehribonlik ko'rsatdi. U qizga hayotning qiyinligini gapirib, pul topishning oson yo'llari borligini aytdi. Qiz avvaliga bu gaplarni rad etdi, chunki uning qalbida hali ham hayo va or nomus bor edi. Ammo qiyinchiliklar tobora kuchayib bordi. Onasi kasal bo'lib qoldi. Uyda esa davolanish uchun mablag' yo'q edi. Qiz o'zini juda og'ir vaziyatda his qildi. Noto'g'ri qarorlar va og'ir sinovlar uni tobora zulmat sari tortib borardi. Bu paytda otasi esa hamon o'z dunyosida yashardi. U qizining qanday ahvolga tushganini bilmas, bilishga ham urinmas edi. U boylik, aysh-ishrat va dunyo lazzatlari ortidan yugurishda davom etardi. Vaholanki ota farzandining tarbiyasi va himoyasi uchun javobgardir. Ammo bu odam o'z mas'uliyatini unutib qo'ygan edi. U qizini qadrlamadi, unga mehr bermadi va uning dardlarini eshitmadi. Onasi esa har kuni qizi uchun duo qilar, Allohdan uni balolardan asrashni so'rardi. Qiz esa tunlari yolg'iz qolganida ko'zguga qarab, hayoti nega bunday bo'lib qolganini o'ylardi. U qalbida og'ir savollar bilan yashardi. Shu tariqa bu oilaning muammolari tobora chuqurlashib bordi. Ota esa hali ham o'z xatolarini anglamagan edi. U pul bilan ko'p narsani sotib olishi mumkin edi, ammo oilasining baxtini, mehrini va yo'qotilgan osoyishtaligini pul bilan qaytarib ola olmas edi. Kunlar juda tez o'tardi va boy odam tobora g'aflatga botib borardi. U endi gunohni odatiy hol deb qabul qiladigan darajaga yetgan edi. Atrofida yig'ilgan do'stlari ham o'ziga o'xshagan odamlar edi. Ularning ko'pchiligi dunyo lazzatlari va nafs istaklaridan boshqa narsani o'ylamas edi. Bir kuni u tanish ayollardan biriga qo'ng'iroq qildi. Bu ayol unga uzoq vaqtdan beri tanish edi. Odatdagidek mag'rur ovoz bilan gapirdi va kechqurun o'zi hamda do'stlari uchun yosh ayollar yuborilishini so'radi. U o'sha paytda qilayotgan ishlari oqibati haqida umuman o'ylamas edi. U dunyo faqat bugungi kun va bugungi huzur halovatdan iborat deb hisoblar edi. Oradan bir necha soat o'tib, 3 nafar yosh qiz belgilangan manzilga yo'l oldi. Ularning orasida uning o'z qizi ham bor edi. Qizning qalbi og'riq,
va umidsizlikka to'lib ketgan edi. Onasi kasal, uyda esa mablag' yo'q edi. Hayot uni juda og'ir sinovlarga duchor qilgan edi. U qayerga ketayotganini ham, u yerda kimlar borligini ham bilmas edi. Bu esa taqdirning eng og'ir burilishlaridan biri edi. Qizlar manzilga yetib kelishgach, eshikni qizning otasini do'stlaridan biri ochdi. Uy ichida shovqin-suron, baland musiqa va beparvolik hukm surardi. Otani o'zi esa boshqa xonada edi. Qizlarni ichkariga olib kirishdi. Qizlardan biri, ya'ni uning qizi, bir chekkada jim o'tirardi. Uning yuzida chuqur qayg'u va charchoq sezilib turardi. Atrofdagilar esa bunga e'tibor bermas edi. Hamma kulib gaplashar, vaqtini xush o'tkazishga urinardi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qizning otasi esa xonaga kirib keldi. U odatdagidek tabassum bilan atrofga qaradi. Ammo bir lahzada uning nigohi qizlardan biriga tushdi. Shu zahoti yuzdagi tabassum yo'qoldi. U ko'zlariga ishonmadi. Qarshisida o'tirgan qiz uning o'z farzandi edi. Bu u yillar davomida holidan xabar olmagan, mehr bermagan va taqdiriga befarq bo'lgan qizi edi. Qiz ham boshini ko'tarib unga qaradi. Ularning ko'zlari bir-biriga tushgan lahzada go'yo butun olam jim bo'lib qolgandek edi. Atrofdagi odamlar hali nima bo'layotganini tushunmagan edi. Ammo ota va qiz uchun bu lahza hayotlarini o'zgartirib yuboradigan og'ir haqiqat edi. Qizning ko'zlarida alam, iztirob va javobsiz savollar bor edi. Go'yo uning nigohi, "Nega meni bu holga tashlab qo'ydingiz-da?" deb so'rayotgandek edi. Ota esa joyida qotib qoldi. U bir umr qilgan xatolari va beparvoligining natijasini o'z ko'zlari bilan ko'rayotgan edi. Shu lahzada u dunyodagi eng og'ir haqiqatlardan biri bilan yuzma-yuz kelgan edi. Ota esa atrofdagi musiqa va kulgilar endi uning quloqiga dahshatli shovqindek eshitilardi. Uning ko'z oldidan butun hayoti o'ta boshladi. Yillar davomida qilgan gunohlari, odamlarni aldagani, oilasiga beparvo bo'lgani va noto'g'ri yo'llarda yurgani birma-bir yodiga tushardi. Eng dahshatlisi esa qarshisida o'tirgan qiz uning o'z farzandi ekanligi edi. Bu mehr va himoyaga muhtoj bo'lgan, ammo undan mehr ko'rmagan qiz edi. Qiz ham otasini ko'rdi. Ularning ko'zlari uchrashgan lahzada vaqt go'yo to'xtab qolgandek bo'ldi. Qizning ko'zlarida og'riq, alam va yillar davomida yig'ilib qolgan savollar bor edi. U asta, "Dada" deb yubordi. Bu birgina so'z otasini yuragiga o'tkir tig'dek botdi. Atrofdagi odamlar ham vaziyat jiddiyligini sezib qolishdi. Xonadagi kulgilar birdaniga to'xtadi. Otasi esa nima deyishni bilmay qoldi. Tilidan so'z chiqmasdi. Shu paytda u o'ziga savol bera boshladi. Men qanday ota bo'ldim? Nega o'z farzandimning holidan xabar olmadim? Nega dunyo ortidan quvib oilamni unutdim? Bu savollar uning qalbini larzaga solardi. U qilgan har bir xatosining natijasini endi o'z ko'zlari bilan ko'rayotgan edi. Sharmandalik, afsus va pushaymonlik uni qamrab oldi. U qayerga qochishni, qanday yashirinishni bilmas edi. Birdan u xonadan yugurib chiqdi. Do'stlari ortidan chaqirishdi, ammo u hech narsani eshitmasdi. Uning qalbida faqat afsus va og'riq bor edi. U o'z hayotini o'ylardi. Qanday qilib halol yo'ldan chiqib ketganini, qanday qilib oilasidan uzoqlashganini va qanday qilib bu kunlarga kelib qolganini eslardi. U dunyoda topgan boyliklari, qimmat uylar va mol-mulklar aslida unga haqiqiy baxt bermaganini tushundi. U ko'p narsaga ega bo'lgan edi, ammo eng qadrli narsalarni yo'qotgan edi. O'sha tun uning hayotidagi eng og'ir tun bo'ldi. U endi avvalgi odam emas edi. Qalbidagi g'urur sindi. U tezda balkonga borib, o'zini 4-qavatdan tashladi va omadi kelib tirik qoldi. Bu esa uning hayotida yangi va juda og'ir sinovlar boshlanishining ilk qadami edi. Ota kasalxonaning reanimatsiya bo'limida ko'zlarini ochganida, avvalo butun tanasini qamrab olgan kuchli og'riqni his qildi. Har bir a'zosi, har bir suyagi qattiq jarohatdan azob chekardi. Ammo uning qalbidagi pushaymonlik va vijdon azobi bundan ham og'irroq edi. U hayotida ilk bor o'zi bilan yolg'iz qolgandi.
Bu yerda boylik ham yo'q edi. Obro' va mansab ham yo'q edi. Faqat u va uning amallari bor edi. Karavot yonida qiz o'tirardi. Qizning yuzi charchagan, ko'zlari esa yig'idan qizarib ketgan edi. Qiziga qaragan zahoti qalbini og'ir alam bosdi. U qizining bolaligini esladi. Uni e'tiborsiz qoldirgan kunlarini, mehr bermagan paytlarini va otalik vazifasini unutgan yillarini birma-bir yodiga oldi. Shu lahzada u o'zining qanchalik katta xato qilganini chuqur his qildi. Qiz asta gap boshladi. Dadajon, Alloh sizni tirik qoldirdi. Bu siz uchun yangi imkoniyatdir. Qizning ovozida alam ham, mehr ham bor edi. U titroq qo'llari bilan qizining qo'lidan ushladi. Qalbi yumshab ketdi. Ko'zlaridan yosh oqib tushdi. U tanasidagi og'riq uchun emas, balki bekorga o'tgan umriga yig'lardi. U sekin ovozda dedi: "Meni kechir qizim. Men katta xato qildim. Men dunyo ortidan quvib, seni ham, onangni ham unutdim. Men o'zimni aqlli deb o'yladim, ammo aslida juda katta adashgan ekanman. Men senga ota bo'lish o'rniga dardingga sababchi bo'libman." U hayotida ilk bor o'z aybini to'liq tan olayotgan edi. So'ng yana dedi: "Men boylik bilan baxt sotib olaman deb o'yladim. Ammo boylik menga na xotirjamlik, na haqiqiy baxt berdi. Men ko'plab insonlarning qalbini og'ritdim. Men noto'g'ri yo'llarda yurdim. Oxir oqibat esa qilgan xatolarimning natijasini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim." Kasalxonaning jimjit xonasida u uzoq vaqt yig'ladi. Keyin esa qalbining tubidan Allohga yuzlandi. U qilgan xatolari uchun chin dildan tavba qildi. Alloh unga yana bir imkoniyat berganini his qildi. Endi u avvalgi hayotiga qaytishni istamas edi. U qolgan umrini yaxshilik qilishga, oilasining ko'nglini olishga va to'g'ri yo'lda yashashga bag'ishlashga qaror qildi. Uning tanasi zaiflashgan edi, ammo qalbida yangi nur paydo bo'lgan edi. G'urur o'rnini tavozu, beparvolik o'rnini mas'uliyat va g'aflat o'rnini tavba egallay boshlagan edi. Shu tariqa uning hayotida yangi sahifa ochildi. U bu safar boylik uchun emas, Allohning roziligi va oilasining duosi uchun yashashni istardi. Bir paytlar boyligi va mansabi bilan mag'rurlanib yurgan inson endi masjidda, namozxonlar safida kamtarlik bilan turardi. U halol bo'lmagan yo'llar bilan topilgan mol-mulkidan voz kechdi. Qarzlarni to'ladi va imkon qadar yaxshilik qilishga harakat qildi. U endi tushungan edi. Chin tavba faqat so'z bilan emas, balki amal bilan ham bo'lishi kerak. U birinchi xotini va qizdan yig'lab uzr so'radi. Ularning mehrini qayta qozonish uchun qo'lidan kelgan barcha yaxshiliklarni qila boshladi. Uning hayoti butunlay o'zgardi. Avvalgi do'stlari bilan aloqani uzdi. Endi vaqtini yaxshi insonlar va ilm ahllari bilan o'tkazardi. U dunyoning haqiqiy ma'nosini tushuna boshladi. Dunyo abadiy maskan emasligini, inson bu yerga sinov uchun yuborilganini anglab yetdi. U ilgari g'aflat, kibr va nafs urug'larini ekkan edi. Endi esa tavba, sabr va taqvo urug'larini ekishga harakat qilardi. Bu voqea biz uchun ham katta ibratdir. Inson qancha boy bo'lmasin, agar oilasiga mehr bermasa, farzandlari tarbiyasiga e'tibor qilmasa va Allohni unutsa, haqiqiy baxtni topa olmaydi. Oila insonning eng katta omonatlaridan biridir. Farzandlarga mehr berish, ularni asrash va to'g'ri tarbiya qilish ota-onaning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Gunohlar esa insonni asta-sekin halokat sari olib borishi mumkin. Shuning uchun har bir kishi o'z amallariga e'tibor berishi kerak. Yana bir muhim haqiqat shuki, tavba eshigi ochiqdir. Inson chin qalbdan xatosini tan olib, to'g'ri yo'lga qaytsa, Allohning rahmatidan umidini uzmasligi kerak. Bu hikoyadagi odam ham eng og'ir lahzada o'z xatolarini tushundi va hayotini o'zgartirishga harakat qildi. Shuningdek, qiz farzand Allohning buyuk ne'matlaridan biridir. Ularni kamsitish yoki qadrsiz ko'rish katta xatodir. Bu odam ham oxir oqibat
qizi uning hayotidagi eng katta ibrat va najot sabablaridan biri bo'lganini anglab yetdi. Hayot juda qisqa. Mol dunyo, mansab va shuhrat bir kun tugaydi. Ammo yaxshi amallar, chiroyli tarbiya va insonlarning duosi qoladi. Shuning uchun har birimiz kech bo'lmasidan o'zimizga nazar tashlaylik. Qanday yashayotganimizni, oilamizga qanday munosabatda ekanimizni va Alloh oldidagi mas'uliyatimizni o'ylab ko'raylik. Chunki inson bugun nima eksa, ertaga o'sha narsani o'rib oladi. Alloh barchamizni to'g'ri yo'lda sobit qilsin va qalblarimizni hidoyat bilan nurlantirsin. Amin. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero, sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor, barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.